Bu hayot shunchaki bir o'yindir. Biz o'zi nega bu dunyoga keldik? Alloh bizni o'zi nega yaratdi? Nega har tong yotganda uyg'onamiz? Uyg'ongandan so'ng o'qiladigan duoni kim biladi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhi. Podshohlarning podshohi bo'lgan zotga hamdlar bo'lsin. U meni jonimni olib, so'ng qaytarib bergan zotdir. Men o'tgan hafta nima bo'lganini emas, bugun ertalab nima bo'lganini aytib beraymi. Har biringiz o'lgan edingiz. Kim sizlarni yana tiriltirdi? Va nega? Nega Alloh kechasi olgan joningizni ertalab qaytarib berdi? Va nega biz ey Alloh qaytishimiz sengadir deb duo qilamiz? Sizlarga savol. Alloh sizlarni bugun ertalab ishga borishlaring uchun tiriltirdimi? Men ishlashni harom demayapman. Yana ertaga xoblos ishlashni harom dedi demanglar. Bir aql bilan o'ylanglar. Alloh menga ertalab bolalarimni bog'chaga olib borishim uchun tiriltirdimi? Yo bo'lmasam do'konga borib ro'zg'orlik qilishim uchunmi? Yo bo'lmasa ko'proq pul topishim uchunmi? Uy sog'olishim uchunmi? Va yo mashina olishim uchunmi? Nega Alloh kechasi jonimni olib, ertalab qaytarib berdi? Alloh o'zi mendan nima xohlaysan deb kim so'ragan? Nega meni o'ldirasan, qayta yana tiriltirasan, o'ldirasan, tiriltirasan? Va kuni kelib oxirgi marotaba o'ldirasan. Shunday bir kun keladiki, do'stim, aytadi-ku. Uyqu bir kichik o'lim, o'lim esa uzun bir uyqu. Ey Alloh, nega meni hayotimni o'lim hayot qilasan? Mendan o'zi nima xohlaysan? Alloh ochiq va aniq qilib aytgan Qur'onda: Men insonlarni va jinlarni faqatgina menga ibodat qilishlari uchun yaratdim. Do'stim, Alloh seni o'ziga ibodat qilishi uchun yaratdi. Ibodat bu birgina namoz bilan emas, balkim Allohga hamdlar aytib, uni tanishlik kerak va boshqalarni ham unga chaqirishing kerak. Mana seni yaratilishingdan maqsad. Mana shu uchun Alloh sizlarni bu ertalab tiriltirdi.